Hududga Samarqand gaz ta'minoti filialida mehnatni muhofaza qilish, ekologiya va sanoat xavfsizligini ta'minlash masalalari doimiy e'tiborda. Xususan, qish mavsumi arafasida ishchi xodimlar o'rtasida texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda ishlab chiqarishda xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida tizimli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali mehnatni muhofaza qilish, ekologiya va sanoat xavfsizligi bo'limi hamda boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan Payariq tumanida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchasida tashkil etildi. Targ'ibot tadbiri davomida ishchi xodimlarga qish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar, gaz bilan bog'liq favqulodda holatlarning oldini olish choralari, shuningdek texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha tushuntirish va tavsiyalar berildi. Amaliy mashg'ulotlar orqali xodimlarning bilim va ko'nikmalari yanada mustahkamlandi. Payariq gaz to'ldirish shoxobchasida aholi iste'molchilarini suyultirilgan gaz bilan bir maromda uzluksiz ta'minlash maqsadida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan navbatdagi tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda Samarqand viloyati aholisini, xususan Payariq tuman aholi iste'molchilarini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash uchun bir muncha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, aholini iste'molchilarini gaz bilan ta'minlash uchun bugungi kunda suyultirilgan gaz to'ldirish shoxobchasida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ustidan amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatimiz aholisini texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishligi ustidan ham amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bozorlar, savdo komplekslari, maktab, bog'cha, shunga o'xshash aholi gavjum joylarda suyultirilgan gaz ballonlaridan xavfsizlik qoidalariga zid ravishda foydalanayotgan bir qancha holatlar aniqlanib, bular joyida bartaraf etildi. Shuningdek, tadbir yakunida yil davomida xizmat vazifalarini sidqidildan bajargan, samarali mehnat qilgan bir guruh xodimlar filial rahbariyati tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu esa jamoada mehnatga bo'lgan mas'uliyatni oshirish, xodimlarni rag'batlantirish va xavfsiz mehnat muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu kabi tadbirlar hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan aholiga sifatli va uzluksiz xizmat ko'rsatish, eng muhimi xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda ish faoliyatini olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi.